farzandim lanch o'zlashtirishda har doim tengdoshlaridan orqada qoladi. Yoshiga nisbatan vazni katta. Ish buyursam aytganimni qilmaydi. Sallasini olib ketsam, kallasini olib keladi. Diqqati joyida emas. Nima qilsam bo'ladi? Demak, sizni farzandingizda organizmida yod yetishmovchiligi kuzatilyapti. Chunki O'zbekiston endemik zona hisoblanadi. Deyarli 80% aholida yod tanqisligi kuzatiladi. Bolalarda yod tanqisligi natijasida bola aqliy hamda jismoniy rivojlanishdan orqada qoladi, xotira hamda diqqat pasayadi, bo'y o'sish orqada qolib, ortiqcha vazn kuzatiladi. Bundan tashqari bolani terisi quruqlashadi, sochi tez to'kiladigan bo'ladi, tirnoqlari mo'rt bo'lib qoladi. Bundan tashqari bolaning terisi quruqlashadi, sochi ko'p va tez to'kiladigan bo'lib, tirnoqlari mo'rtlashib qoladi. 80% aholida shunaqa muammo bor ekan. Bu muammoning yechimi nimada o'zi? Buni yechimi juda oddiy. Bolani kunlik yodga bo'lgan ehtiyojini qondiradigan tabiiy organik mahsulot Endamarin. Ushbu mahsulot tarkibidagi laminariya, feyxoya, guava ekstraktlari, dengiz kalsiysi, vitamin D3 bolani yodga bo'lgan kunlik ehtiyojini qondiradi, aqliy hamda jismoniy rivojlanishini yaxshilaydi, xotira hamda diqqatini jamlashda yaxshi yordam beradi. Organik Endamarin mahsuloti to'g'risida to'liq ma'lumot olishni hamda bepul konsultatsiyaga ega bo'lishni xohlaysizmi? Unda kommentariyaga Endamarin so'zini yozib qoldiring.